Po'lat ichkariga kirguncha 10 ta asbob orqali tekshiriladi. Eng yosh xizmatchi 20 yildan beri o'sha yerda ishlaydi. Yig'ilishdan oldin hamma joy birma-bir tekshiriladi. Eshitilayotgani nazorat qilinadi. Bu yerda nima bo'lishi mumkin? Men kengash a'zosiman deylik. Hurmatli poraxo'rlikni yo'q qilishni xohlayman. Yig'ilish bekor qilinadi. Boshqa bu pichoqni o'ynama. Kutmagandim. Bo'lmasa bu pichoqni yuragingga tiqqan bo'lardi. Endi hamma narsani kutishimiz kerak. Shuni tushuntirishga harakat qilyapman. Po'lat ichkariga kirguncha 10 ta asbob orqali tekshiriladi. Eng yosh xizmatchi 20 yildan beri o'sha yerda ishlaydi. Yig'ilishdan oldin hamma joy birma-bir tekshiriladi. Eshitilayotgani nazorat qilinadi. Bu yerda nima bo'lishi mumkin? Men kengash a'zosiman deylik. Hurmatli poraxo'rlikni yo'q qilishni xohlayman. Yig'ilish bekor qilinadi. Boshqa bu pichoqni o'ynama. Kutmagandim. Bo'lmasa bu pichoqni yuragingga tiqqan bo'lardi. Endi hamma narsani kutishimiz kerak. Shuni tushuntirishga harakat qilyapman.